va hozirda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining 2-bosqich talabasi. Bizni bugungi mehmonimiz Mirrahimov G'ulombek, YouTube hamda Insta bloger. Assalomu alaykum. Hammaga assalomu alaykum. Shohruh. Xush kelibsiz. Sizga ham salom. Bizni taklifimizni qabul qilganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa bu bizni loyihamiz uchun ham va bizni kuzatuvchilar uchun ham juda manfaatli podkast bo'ladi. Xo'p, unda birdan savolga yuzlanamiz. Siz uchun o'zi hol ahvol so'raymizmi? Siz uchun tuzilgan anchagina savollarimiz bor. Sizni o'rganib Men tayyorman savollarga hozircha. Bizni shaxsan o'zimni eng qiziqtiradigan savollar ham bor. Masalan, YouTube'da qanday qilib 479 mingta obunachiga erishganingiz, biz buni o'rganib chiqdik va Instagramda 123 mingta obunachiga erishish. Hali yaqindagina o'sha birinchi kursni tamomladingiz. Menimcha 3 ta davlatga sayohat qilishga ham ulgurdingiz. O'rganib chiqishimiz arafasida sizni bilaman, Jamshidxon Ziyoxonovga muxlislik qilib kuzatishda davom etasiz va unga o'xshab ko'p davlatlarni sayohat qilishni maqsad qilgansiz. Shunda Rahimov Mir profilidagi Mirrahimov G'ulombek o'z yo'nalishini travel blogerga o'zgartiradimi kelajakda? Xo'sh, avvalambor aytib o'tib ketay. Ziyoxonov Jamshid akani yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rib kuzataman, lekin aynan ulardagi kontent qilish niyatim bo'lmagan. Ularda to'g'ri juda professional, juda zo'r. Albatta orzu unaqa kontent qilish. Lekin aynan Jamshidxon Ziyoxonov bo'lgandan ko'ra G'ulom Rahimov Mir bo'lganim ancha yaxshiroq deb hisoblayman. Albatta ularni yaxshi ko'ramiz, ularni yaxshi ko'rib kuzatamiz hammamiz. Meni o'ylashim bo'yicha ularga o'xshamasligim ularga ham foyda, menga ham foyda bo'lardi. To'g'risini aytaman, mana kameraga ham o'zim aytaman, YouTube'da katta narsada qilib tashlash niyatim bo'lmagan. Endi hozir bor, ungacha ham bo'lmaganda. Misol uchun men Instagram uchun kontent qilardim. O'sha paytlari eksperiment yo'nalishida. Misol uchun ko'rganmisiz? U ancha olmoqganman, chunki siz bilan tanishishimizdan oldin. Turli xil challengelar, challengedan oldin misol uchun shunaqa videolar bo'lardiki, video ko'rardim, kimdir nimadir qilgan va u nereal ko'rinardi-da menga. Men o'zimga ham qiziq bo'lardi va auditoriyaga ham qiziq ekan aslida. Tekshirib ko'ramiz derdim-da, keyin uni olardim, u Instagramga qo'yardim birinchi o'rinda. Men asosiy fokusim Instagramga qaratilgan edi. Keyin uni amayli YouTube ham bo'lsin deb YouTube'ga ham qo'yaverardim-da. Va bundoq qarayapman-da, Instagram stabil o'sib boryapti. YouTube'ga qo'yibman, chunki misol uchun men YouTube kanalimni ochganimda Instagramda allaqachon 50 mingta obunachim bor edi va YouTube kanal ochdim. YouTube'ga Instagramdagi hamma videolarimni kun bo'yi qo'yib boryapman. Misol uchun kuniga 4 ta video qo'yaman, 4 ta video qo'yaman. Boshida portlab ketmagan hech narsa. Lekin men bir oyda 100 mingta obunachi yig'ganman. YouTube'da bir oyda 100 mingta. Demak, YouTube'da o'sha YouTube formatdagi kontentlardan ko'ra shorts orqali bu obunachiga erishgansiz. Ham shorts, ham katta videolar bo'lardi menda. Asosan shortsda katta prosmotrlar bo'lib ketgan menda. Meni niyatim aslida YouTube'da ko'p prosmotr, ko'p obunachi qilish bo'lmagan. Mayli YouTube ham bo'lsin deb qilib qo'yganman. Instagram bilan birgalikda YouTube'ga olib ketmoqchi bo'lgansiz. Men kontent bor-ku qo'yaveraman deganman-da. Qarasam, men YouTube'ga qo'yapman, Instagramda 50 ming, 55 ming bo'lyapman-da. YouTube'da bir oyda 100 mingta bo'lib qolman va mana hozirda misol uchun to'xtab qolgan bo'lishi mumkin 500 mingtaga chiqqandan keyin. Lekin misol uchun hozir aytyapsiz, mana Xitoyga bordim, Qozog'istonga bordim. Xitoyga borganda juda katta bitta video, masshtabli video olib keldim. Menga montaj jarayonida ketyapti, o'zim shaxsan qolman. Xudo xohlasa zo'r narsa chiqish yaqin kunlarda mana. Menimcha bu podkast bir haftalarda chiqadi-ku, birga chiqsa kerak o'sha video. Keladigan yakshanbaga xudo xohlasa men tashlab qo'yamiz. Mana o'ylashim bo'yicha bitta payt chiqadi deb o'ylayman. Demak, biz pastda o'sha Rahimov Mir ofitsial YouTube akkauntlarini qoldirib ketamiz. Kuzatib, bemalol tomosha qilsanglar bo'ladi. Unda kelinglar savol-javobga o'tamiz. Bizda o'sha bir qancha yig'ilib qolgan savollar bor. Bugun sizni 100 minglab insonlar taniydi ijtimoiy tarmoqlarda, lekin auditoriya ko'radigan G'ulombek bilan kamera o'chirgandan keyingi G'ulombek o'rtasida qanday farq bor? Bugungi darajangizga kelguningizcha sizning ichingizda eng katta o'zgarish nima bo'lgan? Kamerada har doim xursand, to'g'risi hayotimni ham ko'rsatmayman Instagram Reel Storieslarda. Kamerada har doim xursand,
kulib turaveraman-ku o'sha videolar. Pozitiv kayfiyatda. kayfiyat, Lekin misol uchun hayotda universitetga kirganimda ko'rgansiz-ku, ko'chada qanaqa yurishim. Spokойно. Jim yuraman, prям jim. Endi lekin yaqin tanishlarim biladi. Yaqinlarim bilan xuddi kamerada qanaqa bo'lsam, xuddi shunaqa gaplashaman. Даже undan ham pozitivniroq kayfiyatda. Endi men bunaqa odamman-da. Odamga qarab muomala qilaman. Endi odam ajratish emas albatta. Shohruh misol uchun oldimga bitta begona odam olib keldimi, men Shohruhga ham ochilmayman, men begona odamga ham ochilmayman. Men begona odam ketgandan keyin sekin bu odam bilan ochilib gaplashib ketaveraman-da. Shunaqa xarakter. Yoki misol uchun bu odam bilan qanaqadir yaqin bo'lib ketishim mumkin. Uchalamiz krug bo'lganimizdan keyin undan keyin uchta insonga ham yaqin bo'lib ketaman. Kimnidir yaqindan bilmasdan, analiz qilmasdan, u insonni qanaqaligini bilmasdan u insonga ochila olmayman. Bilmadim qanaqadir qo'rquv bor. Pant yemaganman, lekin shunaqa gapiraman-da endi. Bu to'g'ri. Albatta oldindan o'ylab ko'rib, o'sha insonni tahlil qilib, qanaqa inson aslida o'rganib chiqib keyin muomala qilgan yaxshi. Hozirda o'zi hech kimga ishonib bo'lmayapti. Bu tushunarli, demak. Namyoq bo'ldimi Shohruh tomonidan? Yo'q. Xo'p, G'ulombekni aslida kamera ortida va kamerada qanaqa ekanligini tushunib oldingiz deb o'ylaymiz. Shunaqa umiddamiz. Xo'p, ikkinchi savolimizga o'tadigan bo'lsak, ko'p talabalar universitetni faqat diplom olinadigan joy deb ko'radi. Ya'ni o'sha o'qishga kiramiz, birinchi kursga qabul qilinamiz va 4-kursni bitirib diplom olamiz. Aynan mana shunaqa deb o'ylaydi, ya'ni hozirgi o'qishga kirish tayyorlanib yurgan abituriyentlar. Siz esa aynan talabalik davrida katta auditoriya yig'ishga va o'z yo'lingizni topishga ulgurdingiz. Hattoki o'sha universitetga qabul qilinmasdan oldin buni barchasiga erishib olgansiz. Universitet sizning bugungi g'ulom bo'lishingizda qanday rol o'ynadi va bugungi talabalarga universitetdagi qaysi imkoniyatdan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Shu narsaga ko'proq urg'u berishingizni xohlayman. Ya'ni universitetdagi qaysi imkoniyatdan foydalanishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Chunki bilamiz, o'sha universitetga qabul qilinishdan oldin ham siz ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lib kelgansiz. O'zi qaysidir ma'noda aynan shu fyuzkam orqali o'z universitetga qabul qilinganman. Chunki og'zaki imtihonlar ham bo'ladi bizda amaliy. O'shanda mendan Aziza Qurbon, mashhur jurnalist, ular mendan ekzamen olganlarda so'rayaptilar. Misol uchun biz 10-15 yildan beri shu sohadamiz, lekin siz birinchi kursga endi topshiryapsiz, уже kerakli auditoriyaga ega bo'lib olgansiz. Nega siz jurnalistika universitetiga topshiryapsiz? Rost ekansiz, shunaqa savol berganlar. Ammo aytaman-da ularga. Chunki bu savolga yaxshigina tayyorlanib kelgan edim. Ularga javob berdim. Menda amaliy bilimlar yetarli deb hisoblayman. Universitetdan men amaliy bilim talab qilmayman deganman. Menga faqatgina mana ruschasiga teoretический deyiladi-yu, teoriyalar kerakda. Misol uchun men bloger bo'lganim bilan, lekin menda ilmim yo'q, bilimim yo'q. Shuning uchun misol uchun bloger bo'lgan paytlarimda rus tilini aralashtirib gapirishim mumkin, ingliz tili qadar so'zlar chiqib ketishi mumkin. Haligacha ham shunaqa. Menda o'zbek tili bilan muammo bor, chunki men 11 yil rus sinfida o'qiganman va universitetga kirgan g'ulom va universitetda o'qiyotgan, ikkinchi kursga o'tgan g'ulomning orasida qanaqa farq bor deydigan bo'lsangiz, meni o'zbek tilimda yaxshigina o'sish kuzatildi va men bloger bo'lishimdan qat'iy nazar va auditoriyam bo'lganini umuman hisobga olganimizda ham shu kungacha siyosatdan umuman xabarim bo'lmagan va universitetga kirganimdan keyin menga nima desa bo'ladi? O'rgatishda deya olmayman. Siz universitet atrofida bo'layotgan ishlarni ko'rib, o'zingiz tushunib olar ekansiz-da, nima bo'layotganligini, nimaga unaqa bo'layotganligini. Universitet meni aynan shu narsalarga tayyorladi, meni shu narsalarga o'rgatdi va mamnunman. Demak, universitetga o'qishga qabul qilingandan keyin o'sha universitet hayotida ham faol bo'lib turish kerak. Ya'ni diplomni qachon olarkinman deb. Umuman diplom uchun o'qish kerak emas deb hisoblayman, chunki diplom hozirgi, tем более jurnalistlar uchun menimcha diplom unchalik kerak vosita deb hisoblayman. Diplom bu o'sha bizni o'sish yo'limizdagi bir vosita deb olsak bo'ladi menimcha.